Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana yana Asaka parranda bozoridamiz. Sibiryak. Bu ham Sibiryaga? Nech pul bular? 400 ming. Dentam. 400 ming. Bu jupami? 400 ming. Arzon ancha chiqib qoldi. Jup 400 ming ekan. Mana hali rost ekanmi? Haqiqiy dentam shu bo'ladi o'zi. Bular bu ham shunaqami? Asaka Tov bozoridamiz. Mana yana qiziquvchilarga chiroyli antikvar yaponchalar bu. Bedanachalar nechi pul? Bedanalar 25 mingdan. 25 mingdan mana yangi sort qopqoqli ekan. Asaka shahar tepa bozoridamiz. Bramalar mana. Bu ham jup nechi pul? 600 deyapman. Jup 600 ekan. Yana mana Sibiryak. Bramalar nihoyatda ko'p ekan. 600 ming, 500 ming jup. Jup. Qancha deyapsiz? Olindi aka. Qancha? Olinibdi. Qo'lajjon mana quyonchalar. Hop gaplashamiz. Hech pul ekan? 60 mingdan deyapman. Vali avstraliyskiy zot shekilli. O'zimizdan oldim. Qachakimi? 60 ming kami bor ekan donasi. Quyonchalar. Mana. Hech puldan yaponchilar. Hech pul oldi aka. 170 mingga sotilyapti. Aka sotiladi, ko'raveringlar. Endi sekin Dakan bozoriga qarab o'tamiz. Dakan bozoriga. Hurmatli Dakan ishqibozlari. Ketib qolmay turinglar Dakan ishqibozlari. Ena bolalar nechi pul quyonchalar? 400 ming. Bolasi ham bor ekan, bir 9 ta 10 ta. 400 ming. 9 ta ekan, 10 ta. 9 ta. 400 ming. 400 ming ekan. Mana yana haqiqiy Dakan bozoriga kirib keldik mana o'sha. Xo'roz nechi pul aka? Xo'roz 700 deyapman. 700 ming kami bor ekan. Bu davra ko'rib qo'yganlardan shekilli turishida. Yasiga yetdi. Ha. Tulay bo'pti. Makyonchalar nechi puldan? Makyonlar 300 dan. 300 dan kami bor mana toza kares. 300 mingdan kami bor ekan makyonchalar. Hurmatli ishqibozlar. Hurmatli ishqibozlar, mana uni qarang. Nech pul aytyapsiz aka xo'rozni? 1 million kami bor ekan. Aprel yoshiga to'lib qopti. Sisarka ham bor ekan. Dakan zo'ri mana. Qancha berdingiz? 220 beryapman. 220 ming beryapti ekan. Blokirovka qilib qo'yapti, aynan urishgan olib qo'ysak. Sizga nech pul aka? 1 million. 1 million. Bu shalpan shekilli hisobda. Shalpan 1 million kam bor ekan. Oyog'i ham yomonligidan singan shekilli bitib ketdi. Zo'r 1 million kami bor. Mana yana bittasi zo'ri. Xo'rozi zo'r. Nech pul aka? 1,5 million mana. Asaka tepa bozoridamiz.
Nomer ham beraverasizmi mabodo? Sotvoramiz. Sotaveramiz aka mana. Miramir sort. Bunisi nechi pul? 700 dan. 700 yilyapti. 700 ming kam bor ekan. Sotaveramiz ekan xudo xolasa. Chiroyli narsa ekan. Qarayana. Remont benzapilada chiqadi. Sizga nechi pul aka? 800 ming. Kami bor. Evrasal yoshiga to'lgan ekan. Ha, olyapsiz aka. Shoq qo'yib qo'rab ko'tarib. Mana haqiqiy 5 kiloni tepasidagi xo'roz ekan. Nechi pul aytyapsiz? 1 million kami bor ekan. 1 million kami bor. Mana Bo'stonli yangida kanvos qiziqyapti, ajoyib savorsak. Egalari 1 million kami bor ekan. Bor. Og'irroq ham bo'lsa kerak. 5 kilo, mo suyagi o'z 5 kilo chiqsa kerak, katta xo'roz ekan. 5 kilo 300, 5 kilo 400 Ana haqiqiy ishqibozlar. Bular keldik. Hayda yana urishtirishyapti kon obomeydi. Kultoy. Haqiqiy samuray ekanda buni qancha deyapsiz? 1,5 million. 1,5 million kami bor ekan. Pul berishdimi? Pul berdimi? 600 ming berishibdi. Sirop bo'lsa nomerda aytavering aka. Sotaveramiz ekan. Nomerda berilmayapti. Bir million ekan. Kami bor. Yana bitta kul ekan mana jo'ji. Mayski shekilli kechkiroq ekan-a. Iyun. Молодец. Nechi pul aytyapsiz? 800 ming. Uyatmay aytaverasiz uyda ko'p bo'lsa nomeringizni. 94lik uyda serapga 102 24 raqamiga telefon qilaverasizlar ekan. Bor. Shunaqa chetdami ular ham? Ha, shunaqa. Kulga ishqiboz ekan. Serop ekan uyda. Telefon qilaverasizlar. Samurayni zo'ri buni ko'rdik hali. Ko'rdik shekilli. Videoga biz ham chiqib qolmaylik aka, olmay. Harpo'ya. Xo'p. Kulmak yo'llar mana. Hali ko'rgan oyog'i siniq shalpan. Chiroyli o'roz ekan. Hammanglar omon bo'linglar. Qadrli ishqibozlari, xo'roz ishqibozlari. Kabutar bozoriga ham o'taylikmi? Na, Lutfullo rasa siz bopali dumi qoradan ham bor ekanmi aydaman. Qarang, go'zallikni qarang. Bunisi pochta, bunisi lesi. Ibrohim aka ko'ryapsizlarmi? Ismoil aka. Ibrohim akam ishqiboz kapitlariga. Serop aka, Serop. Mana hakka kapitalar. Bular jupmi bu? Yo'q, aka, uni juplasa bo'ladi, moda. Endi chiqyapti jo'nadan. Jo'nadan chiqyapti. Hech pul sotilyapti hakkalaringiz.
150 ming kami bor deb. 150 ming kami bor ekan jupi. Bu nechi pul? Jupmi bu? Yo'q, nari ko'yam. Nechi puldan deyapsiz? 200 ming aka. 200 ming. Rahmat. Go'zallikni qarang, go'zallikni mana. Kaptarda ham miramiri chiqdi-da. Miramirga o'xshab. Zakanga chiqamiz. Bu qopqonmi bular? Nechi puldan bular? 25 mingdan. Donasida antenaga o'rnatiladi. Qarang mana shu joylarga rolik valiklari bilan ekan. 170 ming. U 170 ming. Vali roliga antenaga qo'yar ekan. Sizga ham optim xonasi ekanda. Jupi nechi puldan sizgilar? Hammasi har xil aka. Har xil, o'ziga qarab. Sredniy. Sredniy 30 ming, 40 ming. 30 ming, 40 ming yangi ishqibozlar oladigan kaptarlar ekan. 30 ming, 40 ming. Asaka tepa bozori, tog' bozori kelaverasizlar. Qarang kaptarlarni, voh, oppoq. Akkalar. Buyog'i sekin-sekin o'ta qimmat kaptarlarga qarab kelyapmiz. Lutfullo yoqdimi? Ibrohimaga yoqyaptimi shu kaptarlar? O'zi ham chukshegili. Bular 1 million bo'lsa kerak, 1 million bo'lsa kerak. Modasi 500 ekan, narigisi 500 dollar ekan. Orqadagi 500 dollar ekan. Mana Lutfullo ko'rib oling, 500 dollarlik kaptar ekan narigisi. Bormisiz? Bunisi 500 ming ekan. Ofaring, kaptarda mana pullari. Haligi reklamadagi 12 ming dollar, 15 ming dollar emas ekan-u 500 dollargacha bor ekan kaptar. Lutfullo go'zalligini qarang, buni go'zalligini. Go'zalligini qarang. Qani. Shepa bu tepadagilar rosa chiroyli turibdi-da, nechi pul u? 3 ming. Mana yana ham qimmatga uchradi. 3 ming dollarlik kaptarlar. Asaka tepa bozoridamiz. Odamlar qiziqadigani bor-da buni ham, ha? Haqiqiy shinavandalar mana bor ekan mana Asakada ham. Yaxshi pulli kaptarlar. Telefon nomer berib olaverasizmi yo? 93 787 71 72. 93lik 787 787 71 72. 71 72 raqamiga telefon qilaverasizlar mana kaptarni zo'ri deganlariga. 1,5 ga sotilmadi. Ofarin. Kaptarni qimmatlari shu tomonda ekan. Haqiqiy shinavandalarga Asaka tepadagi Dakan bozori, Paranda bozoridamiz. Chiroyliligini qarang, buni ko'zlarim. Qarang kaptarlar. Boshqacha sort ekan-a? Ajoyib sortlari. Bu nechi pul bu jup? 500 ming kami bor ekan. Chiroyli kaptar ekan, boshqacha ekanda. Nemis degan aka mashi. Nemis? Nemis degan ekan. Endi o'tamiz. Nomerni aytib yuboring-da. Sotaverasizmi?
YouTube'ga qo'yaveraylikmi? Nomeringizni ayting. 99lik 367 98 11 raqamiga telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Pulli kaptarlar bor ekan, go'zallari. Ha, donchik qiziqyapti mana donchik. Xudo xolasa qaychishda bitta akamiz zo'ri bir jupa kaptar ham olib ketiladi, xudo xolasa. Tomoshabinlar donchinikiga o'tiraverasizlar, bo'stonlik kaptar ishqibozlari. Dilshodbek Quyon bozoriga bir aylanib keling siz ham. Salomat o'ylar.